Assalomu alaykum, aziz kitobxonlar. Ushbu qo'limdagi adabiyot Said Ahmad Xandon pista hajvlar 1994-yil 96 betdan iborat. Agar O'zbekistonda 2 millioner bo'lsa, bittasi Said Ahmad, bitta bo'lsa ham shu odamning o'zi. Lekin uning xazinasi karchelonlarning havasini keltirib, raketchilarning qulog'ini ding qiladigan millionlar emas. Said Ahmadning boyligi uning millionlab o'quvchilaridir. O'zbekistonda bu adibning kitoblari kirib bormagan xonadon yo'q, desak lof bo'lmaydi. Qo'lingizdagi kitobga sevimli yozuvchingizning keyingi yillarda yozgan hajviy asarlari jamlangan. Ular sizning qalbingizga quvonch olib kirishiga ishonamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni sizga tavsiya